Bugün ötüldiğin dersimiz rak qorumuz tayyorlashi. Buna ketgan kerakli materiallardan qora go'shtdan 300 gram, berenge, so'ng piyoz, ko'k qizil murch, zencevil, samsak, rakka. Rakni hozir idolab tayyor qilib oldik. Bu rakni endi qozonga solib 2-3 minutgacha qaynatamiz. Maqsadimiz rakni bir xil sesiq purqini yo'qotish uchun. Endi tuxumni ayiqiga qarmuch, muvofiq miqdorda qarmuch, muvofiq miqdorda oqmush qilib, bir kichik qo'shiq jan yo'qishimiz. Bir qo'shiq kraxmal, buni aralashtirib, bu go'shtimizning ustiga qo'shib tamlantirib olamiz. Tekrar aralashtirib tamlantirib olamiz. Bu 15 minutdan 20 minut tamlanib tursin. Buna qaynaganda yarım qo'shiq tuz sepib etamiz. Bu qaynatishimizga maqsad shu sesiq purqini yo'qotish. 2-3 minut qaynatsak bo'ldi. Buna rakni suzib oldik. Endi qazimizga bir cho'mich may qo'shamiz. Buna mayni qo'shib oldik, may qizgandan keyin tamlantirib olgan go'shtni solamiz. Bu go'shtni solamiz, may qizadi. Go'shtimiz qizil holatga kelgandan keyin ham rakni solamiz. Rakchalar pishganda loz jangdan, loz qizilmish qiyamdan selib, tekrar aralashtirib qo'yamiz. Quruq qozon tetqisidan bir qo'shiq, quruq qizilmishdan necha dona hajot üzümüz tanışır salımız. Samsak, zencefillerni solamiz. Normal miqdorda ochiq suv shakardan bir qo'shib sevitimiz. Mizlik quruq chiqishilarga yog'ni silib qo'raymiz. Yog'ni cho'qib qozondan teg chaplashtirmay qo'raymiz. Cho'qim yaxshi pishishi kerak yog'ni. Teksh qo'raymiz, yog'ni chaplashtirmay pishqicha. Berengining pishirilgan loz bilan so'ng piyozni sepib 2-3 o'rib bilan bir cho'mich suv qo'shamiz. Mana qo'rib bir cho'mich suv qo'shib oldim hozir. Endi men tuzini tetib olib, buni taqsimimizga suv iste'mol qilsak bo'ldi. Mana rak qorimiz tayyor bo'ldi. Ustiga kunjut sepib iste'mol qilsak bo'ldi.